Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar. Meni ismim Alisher, familiyam Murodov, Agrobank shaxsiy filialining o'rinbosariman. Bugungi navbatdagi tadbirkorlar bilan, fuqarolar bilan navbatdagi uchrashuvimiz belgilangan. Egallar uchun hammaga tashakkur. Tashkilotchilik uchun mahallamizda raisiga katta rahmat. Kimda Agrobankni mahsulotlariga qiziqishlari yoki talablari bo'lsa, bugungi uchrashuv davomida o'sha murojaatlaringizni aytib o'tasizlar. Biz jamoamiz bilan birgalikda o'sha murojaatlarni qisqa fursatda yechish choralarini ko'rib, qisqa muddatda o'sha murojaatlaringizni hal qilib beramiz degan umiddaman. Bo'lmasa murojaat qilguncha qisqacha tushuntiraman. Murojaatchini ismi, familiyasi, yashash manzili, telefon raqami, murojaat qisqacha mazmunini aytsangizlar, biz birdaniga o'sha murojaatni ro'yxatga olib, o'sha murojaatni yechimi bilan ishlab, qisqa muddatda yechib berish chorasini ko'ramiz. Bo'lmasa bir boshidan boshlaymiz, hech kimni vaqtini olgan holatda. Bir boshidan aytavizlar, kimda nima murojaat bor? Boshlaymiz. Men Turayeva Sabina Lovchinbek qizi, Shanba fuqarolar yig'inida yashayman. Agrobankdan Turayeva Sabina Lovchinbek qizi. Shanbadanmisiz? Aha, Shanba fuqarolar. Shanba. Telefoningizni bitta ayting. 97lik 380 84 20. Xo'sh, qulog'im sizda nima masala uchun? Shu chorvachilik bilan shug'ullanmoqchiman. Shu chorvaga 20 million to'lamoqchiman. 20 million so'm kredit olmoqchisiz. 20 million so'm kredit murojaati bo'yicha sizni ro'yxatga oldim. 20 million so'm kreditga faqat o'tirib nima qilib o'tishdi? Mahalla loyihasi degan kredit turimiz bor. Sabina opa, o'sha mahalla loyihasi degan kreditimizdan agar o'sha talablarga javob bersangiz, kredit tarifingiz yaxshi bo'lsa, o'zingiz band qilgan bo'lsangiz, har qanday kriteriyalar bor o'zini. O'shalarni amalga oshirgan bo'lsangiz, siz 20 million kredit beramiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Yana kimdan nima murojaat bor? Menga murojaat bor edi. Ismim Sherzod, familiyam Do'stov Sherzod Alisher o'g'li, Xo'ja Xuroson mahallasidanman. Sherzod Alisher o'g'li, Xo'ja Xurosondan. Xo'ja Xuroson. Telefoningizni ayting. 99lik 99 620 620 72 75. 72 75. Nima murojaatingiz? Novochilik mahsulotlari, non mahsulotlari ishlab chiqarish o'zimizning tadbirkorligimiz bor. Mana shu yo'nalishga kredit olmoqchiman. Agrobankdan 50 million so'm. Novochilikka 50 million. Sizga ham xuddi shu Sabina aytilgan nima? Mahalla loyihamizdan 50 million so'mgacha kredit ajratishimiz mumkin. O'zimizni band qilgan, kredit yaxshi kredit tarixiga ega bo'lgan, yaxshi kredit tarixiga ega bo'lgan kafillar taqdim qilasiz. Usulsiz, muammosiz sizga 50 million so'm ko'rib chiqadi. Sizni ham ro'yxatga oldim, Sherzod. Masalangizni qisqa muddatga 1-2 kun maksimum yechib berish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Yana kimlar bor masalan? Men Nazarov Musulmon. Mevazor mahallasi. Nazarov Musulmon. Mevazordan. Aha, Mevazor. Telefoningizni ayting. 87lik 805 885 96 96 Aha. Sizdan nima masala? Men shu qishloq vakillari o'shanga kredit bersangiz Qancha so'm? 17 million. 17 million qishloq xo'jaligi bo'yicha. 17 million so'mlik bizlarda biznesga ko'mak degan kredit turimiz bor.
shu biznesga ko'mak degan kredit turimizdan kredit ajratishimiz mumkin sizda. Xuddi boyagi gapdek yaxshi kredit tarixiga ega bo'lsangiz, u ishsiz bo'lib turib o'zini band qilgan bo'lsangiz, o'sha kreditni ajratamiz. Biz ham sizni ham ro'yxatga oldik. Buni ham o'rganib, qisqa muddatda yechib berish chorasini ko'ramiz. Yana ketaman. Onda murojaat bo'ladi. İsmim Bekzod, Miyozor mahallasidanman, Gulbog' ko'chasidaman. Xo'sh, o'sha limonchilik bo'yicha olmoqchi edim aka, 17 million. Nima, familiyangiz to'g'ri aytadi? Davlat Bekzod Karimboyev. Davlatov Bekzod Karimboyev. Limonlar qilmoqchi edim. Ko'chatlar uchun 17 million olmoqchi edim. 17 million. Miyozordanman siz, ha? Telefoningizni ham aytib yuboring. 88 701 9401. 9401. 17 milliongiz, ha? 17 million yetadi. Sizga ham shu biznesga ko'mak kredit turidan ajratsak bo'ladi. Sizga ham murojaatingizni ro'yxatga oldim. Qisqa muddatda yechib berish chorasini ko'ramiz. Yana kimdan qoldi? Men Ahadov Sherzod Jalolovman, Miyozor mahallasida turaman. Jalolov. Miyozordan, ha? Miyozor mahallasida. Telefoningizni ham aytib yuboring. 97 294 294, ha? 1987. 987. Mana shu qishloq xo'jalik mahsulotlariga olmoqchiman. Qancha 17 million olmoqchiman. O'g'ayning o'sha. Sizga ham Sherzod aka, sizga ham masalangizni yozib oldim, murojaatingizni yozib oldim. Shunday biznesga ko'mak degan kredit turimiz bor. O'zini o'zi band qilganlik, tarixiga yaxshi ega bo'lganlik fuqarolarga beriladi. Mana shu murojaatingizni o'rganib, ko'rib, qisqa muddatda 1 kun 2 kun ichida yechib berishingiz mumkin. Rahmat. Yana kimdan? Hurmatli fuqarolar, Miyozor mahallada bugun mana shu murojaatlarni hammasini yozib oldik. Jamoamiz bilan birga eng uzog'i 1 kun 2 kunga iloji boricha, bo'lmasa 3 kungacha ozgina cho'zilishi mumkin. Yechimi bo'ladigan masalalarda murojaatlarni yechib berish chorasini ko'ramiz. Hammalaringizga shu murojaatlaringiz uchun tashakkur. Faqatgina bitta iltimos bo'ladi, ertangi kredit berganimizdan keyin kreditda foiz to'lovlarini, grafik bo'yicha asosiy xaridorlik to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirib borishni iltimos qilib qolamiz. Kelajakka ham shu Agrobank bilan sizlardek katta-katta tadbirkorchiliklar bilan birga ishlash niyatidamiz. Rahmat hammaga, salom.